Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga dushanba 21-aprel 2025-yil. Akalar, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstilini oldidamiz akalar, ya'ni Doniyor akamizni xonadonlariga kelganmiz. Bugungi video syomkamizda naslga afg'on qo'chqor so'raganlarga afg'onlardan olib kelib berishdi. Aslida sizlar chiroyli qilib hamma ma'lumotlarni video davomida berib o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, albatta o'ng tarafda qizil podpis tugmasi bor. Ashi bir marta bosib bizga obuna bo'lsanglar, shunda biz chiqarib borayotgan, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Kanalimizga mehmonlar albatta obuna bo'lib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanlar, akalar, bundan-da zo'rini sizlarga syomka qilib yoritishga harakat qilamiz. Biz akalar donaga zo'msiz, charchamasdan. Ishlar yaxshimi aka? Qo'chqorlar qayerdan topib keldingiz? Qo'ylar bilasiz-ku, olib kelamiz yo'ldan. Hurmatli obunachilar, nima deyapti qo'chqorlar? Havas qilganlar, niyat qilganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Mana shunaqasidan 100 ta boqib, hammamizga nasib qilsin akalar. Jonivorlar ham bo'ladigan. Qo'chqorlar akalar, barisi bir xil tozalar ekan hatto. Afg'onni mana bu. Haqiqiy tozasini olib boqaman deganlarga. Hali elga qo'zi. Tavsiya qilib o'tib ketamiz. Yo, bular qo'zimi hozir? Hali qo'zi bular. Hali katta qo'chqorni o'ylashmasin. Qo'zi hali bular. Ichini ochingchi. Endi ikkitasi shiyorda xolos. Shundan chiqqan qo'zi ekan. Hammasi qo'zimi? Hammasi qo'zi. Bittasi yorda endi. Hammasi qo'zi ekan, yana qo'chqor. Mana bo'ylarini o'zi ko'rsatib o'tib keting o'zingiz. Kerak bo'yini qarang, 92-93 chiqadi. Jonivorlar hali qo'zi, yana o'sadi. 90 dan baland ekan bo'ylar. Mana jonivorlar. 92-93. Tishini ko'rsatgan. Bular yuravergan odamlar qasda. Yurganda uzun boqqan qo'chqorlar. Yana qo'chqorlar. O'zi hali endi. Avonni ham eng tozalar, hali qoni chachishmagan bular. Yo'zalagan ekan. Qoni chachishmagan. O'zi puladi bular endi. Obunachilarimiz afg'on qo'chqori so'ragan obunachilarimiz bor. Narxini yo'lda qilib bersangiz bo'ldi bizga. Lekin Agar qo'chqorlar bu qarang belga qarich etmayapti jonivor. Qani qo'zi hali. Kilolari ham 100 kiloda abag'dadir bular. 90 dan teparoq endi. 90 dan baland, ha? 100 kilo plus minus chiqaversa kerak. Son 11 ta. O'ylab ko'rasizmi, birordan daqasi yo'q. Son 11 ta? Son 11 ta. Soni 11 dona ekan, qarang. Toza ekan. Ana shu Gap yo'q mana ekan, mana. Hozir endi bular o'sha 12-13 oylik bo'lganda, to'g'rimi? eng kichigi mana shu endi. Eng kichigi shu, ha? Ha, rosa 1 yillik bo'ldi. Eng kichigi shu ekani va ajoyib ekan. Mana, qarang. Shularni mana ko'rasizmi? Ular jununi olish sharti bor. Afg'ondan qarang. Mana qarang, mana mashinasi ham zo'r ekan. Tumonlari ham. Kalta quloq, mana haqiqiy yoqamiz. Shunaqa quloq dedi. Buni jo'li tik. Buni holat. Voy buni ham 90 chiqarsa kerak. To'g'rinchi? 90 dan baland. Og'ay, kallalarni egalar buni bir ishqibozchilikka boqiydi, ikkita olib uyda boqiydigan ekan qo'chqorlar lekin bor. Bir 200 kiloga borar bular. Endi qo'zi bo'lib 100 kiloga boryapti, 90 dan. Qo'zi bo'lib turib, akalar zo'ra bo'lsa ham 200 kilogacha boradigan afg'onlar ekan. Xo'p, endi bularni dastavkalarni qilib berasiz, ha? Beramiz endi. Dastavka xizmatlarini qilib berasiz. Xo'p, soni 11 ta. 11 tani 11 ta hammasini bir joyga olsa nech bilan qilib berasiz endi? 11 tani hammasini bitta joyga olsa aytasizmi yo misol donaga addenni bo'ladimi yo optimdan ketaveradimi? Ha, qarab turing. Buning ichida misol 1,5 ming dollargacha qo'yib bordi endi. Hop, Hammasini olganga elbi. hammasini olganga. 1000 dollardan qilib beramiz. 1000 dollar. 1000 dollardan. Kelishadigan joyi bormi? Hammasini bitta joyga olamiz deysiz. O'zi yaxshi aytdimcha kelib elbi. Yo, 1000 dollarga endi to'g'ri, buni 1000 dollardan. Ha, bunaqani endi sotyapti. 2000 dollardan ham sotish ekanlar bu. Joyida o'shuna bo'lyapti elbi. Endi mana qarang. Biz endi uni oldinroq olib Sizga keladi, ketadi-da. Shunaqa. To'g'rimi? Buni shu yotib bersiz-ku, oldiga plyusga yursa sotasiz-da. Sotamiz. 1000 dollardan bas, al kelishtirib ayting, hammasini bitta joyga olishadi. Hammasini bitta olsa 900 dollardan qiladi. 900 dollardan. 900 dollardan. Jonivorlarni ham ko'ring. Challalarini ham mana hamma yo'q. Qushlari ham hamma yo'q. Rejamiz xullas, hamma tomonlar. Hammasi jununi Agar ichida yomonlaydigani yo'q ekan, bormi? Hammasi bir-biridan zo'r ekan. Tavsiya qilaman. Va qoni toza bo'ladi. Qoni chachishmaydi. Mana shu ham zo'r ekan, mana shu qo'chqorim. Mana shuni tavsiya qilib o'tib ketamiz, hurmatli obunachilar, mana shu ham. Buni ko'rgan Xudo tozasi ekan. Bittada biladi qo'ydi qanaqaligini. Tozaligini qarang, qo'ylar challalarini. Hammasini bir joyga olsa 900 dollardan, ha? 900 dollardan, elbi, ha.
Misol kerak bo'lsa joyiga borib misol bittalar olib kelsa-da elbi, misol. Misol xarajatini o'zi misol 5-600 dollar olib qoladi. Misol bittasini olib kelaman desa odamlar. Tayyor olib kelib beryapmiz mana. Telefon qilishsa o'tib berasizmi yo menga o'tib berasizmi videoda? O'zi yaxshi aytdim shu kelib. Yo, zo'r aytdingiz, qo'ylar arziydi. Buni bilganga puli arziydi hozir. Shunaqa. To'g'ri, 7 million, 8 million, 9 million sotiladigan qo'ylardan zo'rda bu. To'g'ri, endi misol hozir buni joyidan go'shiga hisoblanmaydi-yu. Misolda bitta odamga buni bittasi kerak xolos, hali soliqi bor odamga. To'g'ri. Bittasini olib kelamiz, 1,5 mingga ham olib kelolmaydi o'zi. Bittasini olib kelsa. Joyidan olib kelaman. Tayyor olib kelib beryapmiz buni. Hop, menga qarang. Bitta so'rab ko'raymi? Nima? Mayli so'rang biz. Bitta so'rayman, ap bo'lmasiz ama. Yo, ap 800 dan hammasi bitta joyga. Oddiy qo'chqonlarni narx olib ketadi-da. Mayli 800 dollardan bersangiz, hammasini bitta joyga olishadi obunachilar. Bitta ketadi optim. Bo'ldi. 100 dollardan o'tib berasiz. Biz olamiz biz. Hamisha olib kelgan. Hurmatli obunachilar, 800 dollardan mana tushirib berdik narxini. O'zlaringizga bir qator telefon qilib, yana gaplashishlar mumkin. Keling, yoqqanlar, qiziqqanlar bo'lsa. Tanla olsa kelishinglar-da. Tanla olsa 800 dollardan beramiz. Tanla olsa kelishinglar ekan, optim olsadan 800 dan ketda keladi. Lekin mana shular olib qo'yib keladi. Har bir bu akalarni berib turib. Mana qanaqa soliqqa qo'shgan bolani zo'r beradi. Ko'ryapsiz, Men turib uzunligi ham o'ta uzun. O't-o'tini berib tursa nima kerak, lekin bitta qilib oladiganlar olinglar lekin. Ammo buni oqtarga mana shunaqa qo'shaman deganlar, lekin oqtarsalar ham paytida kelsa 1,5 ming, 2 mingga ham topolmaysizlar. Mana kelib qoldi. Olinglar. Soni ham unaqa ko'p bo'lsa ekan, 10 bitta ekan. Hammasini olsalar 800 dan bitta ikkita tanlab olish kerak. Tanlab olsalar ham ustiga kelib agar kelishadigan joyi bor ekan, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev tekstilning oldida turibdi. Bemalol ekrandan men telefon qilaverasiz. Ali, mayda qo'lchag'ini ham qo'yilyapti. To'g'ri, 500-600 qo'yiladi buni. Mayda qo'lchag'i ham, to'g'ri. Bu tayyor qo'y qo'chiradi. Tayyor. Soliqi bor odamlarga zo'r farq. Gap yo'q. Ustiga kelib kelishib ko'raverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga boqma qo'chqorlardan bor ekan. Soni nechta buni? 10 ta. Soni 10 dona ekan, bitta pachka ekan yana. Bitta obunachimizga mana adbenlik qilib partiya qilib berishdi ekan, bitta partiya. Bir xil ekan. Hammasi bir-biridan zo'r ekan. Jullari olingan qo'ydi. Uzunligini qarang. Limuzin buni. Limuzin qo'chqorlar ekan. Soni 10 dona, hammasi qo'chqor ekanlar. Shu veslari ham 75 kilo atrofida bo'lsa kerak hammasi. 70, 75, 80 gacha chiqarsa kerak kilolari ham. Rosa boqadigan qurbon hayatiga bemalol 100% bemalol zo'r bo'lib tayyor bo'ladigan variantdan. Mana qo'shib kerak. Bular chiyorganmi, yormaganmi? Chiyormagan ekan, mo'g'aylar. Hammasi mana qo'lga o'rganganda yeb ichishlari zo'r ekanda qo'shqonlar. Mo'g'aylar. Gulligini yozmayapti. Qo'shqonlar lekin gulini terib kelishibdi, bormi? Zapaskasini qarang. Zapaskasi ham zo'r ekan qo'shqon. Qani qo'ylar 85 ekan. Mana endi chiyoradi, ko'rdingizmi mana? Endi bittasini yorib. Tushirib, tushirib. Hammasi zo'r xullas. 10 tani bitta joyga olsa dastlabki qatgacha qilib berasiz? Samarqandgacha. Samarqandgacha olib beraverasiz? Samarqandgacha qilib beramiz. Samarqandgacha olib beraver ekan. Uni bitta joyga olsalar, shu oddiy bo'lib besplatni olib beraver ekan. Rangini ham qarang, kashtanlarni. Badani yaxshi ekan mana shuni. Rang qo'ylar. Semiz ekan mana shuni. Qo'zi ekan. Bu qo'zi ekan, bu. Bular ham o'ta katta qo'yib ketadi. Ana oldilar adashandi. Mana shu ham tananasi ekan. Zotga mana shu tavsiya qilamiz. Akalar mana shuni olinglar. Endi zotga ham bo'ladi, lekin go'shtga bossalar ham tarozini tushimiz bo'ladi. Go'shtni ham qiladi. Mana shuni oila mana tavsiya qilaman sizlarga mana. Bo'yinda mana bo'yinda. Achiq qo'chqorni boqib qo'yinglar, keyin aytasizlar. O'zimga telefon qilib rahmatini aytib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, mana shu tavsiya qilaman. Qo'chqorlarga baquvvat qo'chqor bo'ladi lekin. Ya havasini ham Kiloli qo'chqor bo'ladi. Sizga ham menga ham. Xo'p. Uni olsa nechta qilib berasiz? Bitta joyga. Uni melbe. Kelishtirib ayting, ketdi bitta joyga. Uni elbe kelishtirib 5,5 milliondan qilib beraman hammasini. kami bor. Yaxshi aytdim. Telefon qilsa o'tib berasiz. Bo'ldi, o'tib beraman. Qanchadan o'tib berasiz? Videoda o'tib bering. Bizda unaqa mayda juda bo'lmaydi. 300 mingdan o'tib beraman mana. 5 million 200 ming. 5 million 200 dan. 5 million 200 ming so'mdan. Qo'ylar. 5 milliondan ming? Kichiga ham bor. 5 milliondan 500 dollar yo'q bu narsalar. 5 milliondan ming telefon qilsa yana xayrini qilib bering. Obunachilar bo'lib ketmaydimi? Endi arzon bo'lsa obunachilarga bo'ladi-da. 5 milliondan 5 milliondan borib telefon qilsa yanacha xayrini qilib berasiz, assalomu alaykum. Og'aylarga mana qo'chqor. qarang. 600 dollar mashina o'zi misol deydi. Ichida ketaveradi 5 milliondan. 5 milliondan ketdi akalar ichida.
Hammasini olsalar 5 milliondan xarid qilib berishadi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devteksning oldin videoga chiqaryapmiz. Videolarimizda hatto kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qo'yamiz akalar. Kommentariyaga yozib o'tib ketasizlar, keyin sizlar to'g'ri ketishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizga mahallangga hozir bo'lasizlar.